Yoshlarni vatanga muhabbat, harbiy burchga sadoqat ruhida tarbiyalash, ular orasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish maqsadida shijoat va g'ayrat harbiy sport musobaqalari o'tkazib kelinmoqda. Sirdaryoda ham ushbu musobaqaning viloyat bosqichi bo'lib o'tdi va ishtirokchilar 6 ta shart bo'yicha bellashdi. Tafsilotlar hozirgi lavhamizdan o'rin olgan. Shijoat, maqsadga erishish yo'lida intilgan vatanparvar yigit-qizlar harbiy sport musobaqasining viloyat bosqichida ham faol qatnashdi. Jarayon Milliy gvardiya Sirdaryo viloyati bo'yicha boshqarmasi harbiy xizmatchilarining qo'l jangi chiqishlari bilan boshlandi. Tadbirda qayd etilgandek, musobaqa 18-22 yosh toifasida mahalla yoshlari o'rtasida jamoaviy tartibda tashkil etildi. Musobaqaning respublika bosqichida eng yuqori natijaga erishgan jamoa a'zolariga oliy harbiy va harbiylashtirilgan oliy ta'lim muassasalariga o'qishga kirish uchun tavsiyanomalar beriladi. Shuningdek, g'olib jamoalarning mahallalarga sport inshootlari qurib beriladi. Yangi shahrda ishtirok etganimizda 11 ta mahallaning ichida biz g'oliblikka erishib, xuddi shu yerga jamlandik. Bugungi musobaqa yuqori kayfiyatda o'tmoqda. Barcha ishtirokchilar mamnun va shijoat bilan ishtirok etmoqda. Bizga hozirda uzoq masofaga yugurish bo'lyapti. Bu tadbirning 3-bosqichiga to'g'ri kelyapti. Shartlarni musobaqa mezonlari asosida bajargan g'olib jamoalar aniqlandi. Hamkor tashkilotlar tomonidan faol ishtirok etgan jamoalar hamda musobaqa g'oliblari diplom, tashakkurnoma va qimmatbaho esdalik sovg'alar bilan taqdirlanib, respublika bosqichida qatnashish uchun yo'llanmalar topshirildi. Nigora Imomqulova, Xo'jakel Safarov, Sirdaryo yoshlar.